Reyestrdagi insonlar diqqatiga yana hozir ko'chada tursam, oldimga bitta bola kelib, "Aka, reyestr" dedim, lekin menga bittasi "O'qishga kirsang reyestrdan chiqib ketasan" deb aytgandi, dedi. Universitet o'qishga kirib, paka kontrakt to'lamaguningizcha sizni reyestringizni, Rossiya territoriyasida qonuniy yurganingizni tekshirmaydi. O'qishga kirib kontrakt to'lab, условно zachисление bo'lganingizdan keyin reyestringizni tekshiradi. O'shaning uchun kimda kim sizga agar o'qishga kirsang reyestrdan chiqib ketasan, universitet seni reyestrdan olib chiqadi degan gaplar bilan aldayotgan bo'lsa, unga ishonmanglar. Sababi siz universitetga o'qishga kirgandan keyin birinchi o'rinda agentstoga o'qishga kirganingiz uchun pul to'lab berasiz, birinchi pulingizni kuyasiz. Undan keyin universitetga kontrakt to'laysiz, vaqtingiz ketadi. Rossiya territoriyasida noqonuniy yurganingizni hisobga oling. Va bu juda katta risklar. Shuning uchun mana bu gapni men hamma biladi deb o'ylasam, ko'plar bilmas ekan. Agar siz Rossiya territoriyasida o'qishga kirib reyestrdan chiqib ketaman deb o'ylayotgan bo'lsanglar, u noto'g'ri fikr. 90 kunga ham e'tiborliroq bo'linglar. Rossiya territoriyasida agar siz частный работа deb kelib, faqat patent оформить qilmasdan Rossiya territoriyasida registratsiya asosida yurgan bo'lsanglar, 90 kuninglarni kuydirib qo'ymanglar. 90 kuninglarni kuydirib qo'ygan taqdiringlarda ham universitet sizlarni ertaga migratsionniy kartanglarni продление qilishiga 1 oy vaqt kerak bo'ladi. Undan tashqari sizlar Rossiya territoriyasiga kelgandan keyin registratsiya qilishinglarga vaqt kerak, daktiloskopiya qilishinglarga vaqt kerak, medosmotrdan o'tishga u 15-20 kun vaqt oladi. Plus к этому mana shu narsalarga juda e'tiborli bo'lib o'qishga topshirishinglarni tavsiya qilgan bo'lardim.